Assalomu alaykum qizlarjonlar, sizlarga va'da berganimdek tampon, ya'ni poliplarga, kondilomalarga, ya'ni polip удаление bo'lgandan keyin virusning etiologiyasi bor bo'lgan qizlarimizga, kondilomasi bachadon bo'ynida, qin devorlarida kondilomasi bo'lgan qizlarimizga tampon qilishni o'rgataman, ya'ni nimalar qilishimiz kerak uy sharoitida birinchi yordam uchun. Demak, bizga kerak bo'ladi har doimgidek o'zimizning tamponimiz, yasaydigan tamponimiz, aciclovir mays va epigen sprey. Bu epigen sprey hamma viruslardan o'ldiradi. Mana shu mayzni olasizlar, epigen spreyni sepib olasizlar. Mana bunday qilib. Xohlasanglar qin devorini titsal bilan yuvib olasizlar va mana shu epigen spreyni so'rdirib olamiz, mana shu tamponga shindirib olamiz. Keyin epigen spreyni bundan tashqari yana bitta mana bunaqa uzun nasatkasi bo'ladi. Nasatkasi bilan qinga kirgizib, qin devorlariga bitta-bittadan sepib chiqasizlar. Bu hozir ustiga sepish uchun men olganman, tamponga sepish uchun. Atak o'z ustida mana bunaqa uchli narsasi bo'ladi, anaqa nasatkasi bo'ladi. Shu nasatkani qinga sepib almashtirasizlar va qin devorlariga, katta lavlarga ham mana shunday sepasizlar. Epigen spreyni qildik va aciclovir mayzni olib olasizlar, ozginagina qilib o'sha mana bunaqa qilasizlar. Bo'ldi. Mana shuni qinga qo'yib qo'yasizlar. Aciclovir mayzni qin devorlariga surib, qin devorlarini обработка qilib turib, keyin buni tiqib qo'yasizlar. Shunda sizlarda virusni nagruzka bo'lsa, virus bo'lsa, qin ichida, qin devorlarida virus bo'lsa, kamaytirishga yordam beradi. Agar kondilomalar katta bo'lsa, papillomalar katta bo'lsa, ularni albatta xirurgik yo'l bilan olib tashlashni tavsiya qilaman. Olib tashlagandan keyin ham yana ko'paymasligi uchun shu tamponlarni sizlarga buyuraman.